Moskva ko'chalari. Assalomu alaykum. Zerikib qolding ancha. Demak, men Moskvada ishlayapman. Qaysi metro deganlarga Verxniy Xabora yaqin menga aytdi. Ular 3 ta metro, Dmitrovskiy hammasi, Altufiy hammasi yaqin. Nima ish qilyapsiz degan savol bo'ladi. Yo'qolib qoldingiz. Demak, ukaxonimizda 2-3 ta kafesi bor. Uyga ketyapti, charchabdi. O'shanga aka kelib qarab turing o'zingiz. Bu ishda ishlagansiz. Haqiqatan 10 yil oldin mana shu rayonda ishlab yurganman, shu sohada. O'sha oshxonalarga qarab, kamchiliklarni qilib, netib, bozorliklarni qilib yuribman, ishlab. Yevropaga qaytmaysizmi degan savol ham bo'ladi. Bilmadim. Yevropa paka masjid yaxshi bo'lib tursa, yaxshi, Xudoga shukr. Oilalari ham masjid Yevropaniki. Zato bitta hammasi o'zingnikilar, o'zbek oshxonalar. Hamma yo'qda misol bilasan, ko'rgansan. Shu sababli keldim, ishlab yuribman. Oxirgi videomiz qolgan. Orada bitta videomiz o'chib ketdi. O'sha reysimizda bitta videosi. Oxirgi video qolgan. Adashmasam shu Qozog'istondan O'zbekistonga kirishmi. Lekin orada bitta yaxshi katta videomiz o'chib ketdi. Mayli, u ham o'zini yo'liga. Demak, men sog' salomat yuribman. Xudo xolasa nomer qo'yaman, Moskvadan meni ko'rishadiganlar kelaverasizlar. Gaplashamiz. Moskva ko'chalari. Ishxonamiz, uyimiz bog'da bo'lsa, yaqin. Mana bu ishxona. Xullas, agar elektrichka bo'lsa, Degunina platformadan tushganda shu ikkita o'zbek oshxona bor. Farg'ona oshxona, и также shu o'zbekskiy kuxnya deb qo'yilgan. Shu ikki kuxnya bizniki. Bundan tashqari sentrda bor. Semyonovskiyda. Hatga ham kunda 2 mahal boraman почти.